Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Oldi bilan yetinglarga muborak bo'lsin. Erkin Asiya radiosidagi barliq xodimlar nomidan ko'ruvchilarimizga, shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga Qurban hayitlik salom yo'llaymiz. Men Erkin. Megil Chehra. Bugungi programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir anlatilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Uyg'urlar diyoridagi uchur manbalarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari mushu oyning 5-ida har qaysi viloyat va noyalarga 14 xizmat guruhi savatib, har darajalik hokimiyat organlarining muqimligini saqlash xizmatini yoshirin taftish qilgan. Kishilarning hammadan bak diqqatini qo'zg'agani yangidan Uyg'ur diyoridagi 1-nomerlik amaldorlik tayinlangan Chin Chuangoning xizmatga o'ltirgan aman maxsus yig'in chaqirib, Uyg'urlar diyorining muqimligini ta'kidlaganligi hamda uningga agishibla yoshirin taftish qilish harakatining boshlanganligi bo'lgan. Vaziyat analizchilari bu haqda o'z fikrlarini bayon qilib, bu hol doiralarning Uyg'urlar diyoridagi vaziyatdan jiddiy andish qilayotganligining ifodasi dedi. Zamanımız kadar öz şöhretini saqlab kelayotgan an'anaviy Uyg'ur tibabati va doğurgarligi Xitoy hukumatining nishonliq yordam berish degan nomda yeshil chiroq yiqib berishi bilan Xitoy korxonalari tarafidan yutib ketilmoqda. Radyomuz egalligan inkaslardan ma'lum bo'lishicha, iqtisodiy sabablar tufaylidan sanoatlashanmagan va moddiy boyliqqa aylantirilmagan Uyg'ur doğurgarligi Xitoy korxonalarining savdo mulozimatiga yo'g'irilib ketgan. Shuning bilan birga ishlab chiqarish va baho bekitish huquqidan mahrum qolgan. Xitoy zavodlari ishlab chiqargan dori mahsulotlarini setish xizmatiga mas'ul bo'lgan Uyg'ur tibobat doktorxonalari mushu tariqada Uyg'ur an'anaviy tibobatining Xitoy korxonalarining qo'liga o'tib ketishini to'sib qilishga qodir bo'lmagan. Bu haqda ko'plagan tirishchanliklar va noroziliklar o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, bu xil vaziyatni o'zgartirishga ilojisiz qolgan. Xitoyning Hangzhou shahridagi 20 davlat boshliqlar guruhi yig'iniga qatnashgan Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an yig'in arifasida Xitoy rahbari Xi Jinping bilan ayrim suhbatda bo'lgan. Ham savdo, iqtisodiy sohalardagi hamkorlik temasini muzokara qilgan. Ma'lum bo'lishicha, suhbatdan keyin Erdo'g'an muxbirlarning Sharqi Turkiston islom harakati haqidagi savollarga javob berib, islomiy turmush bilan terrorlik bir-biridan farqli tushunchalardir deb javob bergan. Vaziyat analizchilaridan Erkin Akram bu haqda so'z qilib, Turkiya-Xitoy munosabatlarining iqtisodiy nuqtani cho'ri degan holda yaxshilanishga yuzinayotganligini. Shuning uchun Turkiya jamoatiga Uyg'ur davosini yaxshi anglatish lozimligini ilgari surdi. O'tgan hafta Xitoyning Qirg'izistondagi elchixonasi odam bomba hujumiga uchragandan keyin Qirg'iziston amonlik organlari hujumchining Tojikiston tavalligidagi Zohir Xalilov ismli Uyg'ur ekanligini, uning Sharq Turkiston islom harakatining a'zosi ekanligini jaqalagan. Bayonotda aytilishicha, Suriyadagi g'azotchilarga chetishlik Uyg'ur qurolliqlar guruhi bu qitimliq hujumni moddiy jihatdan qo'llagan ekan. Mazkur hukm xalqaroga e'lon qilingandan keyin Xitoy hukumati Sharq Turkiston islom harakatiga qattiq zarba berdiganligini bildirgan. Ammo vaziyat analizchilaridan Ilshot Hasan va Mehmet To'xti bu haqda fikr bayon qilib, Xitoy hukumati mushu ishni bahona qilib, Uyg'urlarga qaratilgan bostirishni texnik kuchaytirishi mumkin dedi. Radiomiz muxbirining ziyorati jarayonida bu yil 82 yoshga kirgan Rabixon onaning Bo'rtala shahrida 2 oydan buyon Xitoy soqchilarining zo'ravonligiga duchor bo'layotganligi ma'lum bo'lmoqda. Rabixon onaning muxbirimizga aytganlariga asoslanganda, u Norvegiyada muhojirat yashayotgan o'g'li bilan 6 yildan buyon ko'rishib boqmagan. Bu yil 2-oyda u o'g'li bilan Turkiyada ko'rishishga aeroplan biletini ilishga tayyorlanayotganda Xitoy soqchilari "Sening o'g'ling Rabiya Qodirga hamdamda bo'lmoqda ekan" degan bano bilan uning pasportini tortib olgan. Rabixon onaning aytishicha, u soqchilarga yelinib yolg'irgan bo'lsa-mu, lekin soqchilar uni qo'pollik bilan haydab chiqargan. Shundaqla u hozirga qadar har xil tahdidga va zo'ravonliklarga duch kelmoqda ekan. Yaponiyadagi Uyg'urlar ovozi to'r televiziyasining yangi sonida Uyg'urlarning uzoq tarixga ega non madaniyati tanishtirilgan. Shuning bilan birga Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar diyoridagi atom sinoqlarining Uyg'urlarga yetkazgan og'ir ziyonkashligi jonliq paketlar orqali aytib berilgan. Mazkur televiziya programmasining riyosatchilaridan bo'lgan
İlham Mahmud mazkur televiziya programmları Uyg'ur masalasini Yaponiya tomoshabinlariga tonishtirishda belgilik ahamiyatga ega ekanligini ilgari surdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.